$845 evaziga Farg'onada Umra safariga borishdi. Xudo xolasa kutayotgan obunachilarimiz, bizdan anchadan beri yangilik kutayotganlar uchun zo'r yangilik bilan chiqyapmiz. Videoda o'tkazib bormaysizlar. Farg'onadan $845 evaziga Umra safariga borishlari mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Qaysi firma orqali deb o'ylanib turganlar uchun Xudo xolasa bugun Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Sizlarga to'liqroq ma'lumot olib beramiz. Qachongi sanalarga bor narx, Xudo xolasa to'lov masalalari qanaqa bo'ladi? Borgandan keyin qiynalib qolmaymizmi deganlar uchun sizlarga to'liq ma'lumotlarni Abdug'ofur akadan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka to'g'ri aytdimmi? $845 dan? $845 dan Xudo xolasa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Zo'r. Chislovlari 20-iyul kuni bor, 24-iyul kuni bor. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslar. To'g'ridan-to'g'ri reys. To'g'ridan-to'g'ri reyslar. Yo bizga vodiy uzoqlik qiladi, Farg'onadan ucholmaymiz deydiganlar uchun Toshkentdan ham reyslarimiz bor. Toshkentdan ham qilib berishimiz mumkin. Toshkentdan narxi ham $845. Bir xilda bo'ladi. Vodiydan ham, Toshkentdan ham Xudo xolasa $845. Masalan, Farg'onaniki 20-24-iyul kuni bo'lsa, Toshkentniki har kuni bor deyarli 25-gacha. Masalan, hozir bugun 19-iyul bo'lsa, 20-iyul kuni reysimiz bor, 21, 22, 23, 24, 25. 6 kun reysimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishaversin. 20dan 25-iyulgacha deyarli har kuni reyslarimiz bor. Deyarli har kuni reyslar bor. Mana hammasini aytib o'tdik, narxlarni tushuntirdik. Endi shart-sharoitlar tushuntirib bersak aka. Xo'p bo'ladi. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada gaz-hissalarimiz uzunligi 200-300 metr. Makka Mukarramada eng yaqini 800 metr, eng uzog'i 2 kilometr. Eng uzog'i 800 metrdan 2 kilometrgacha oraliq masofa. Qaysi gaz-hissamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushadi, xudo xolasa. Eshitaydi, avtobuslar qatnaydi, xudo xolasa. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, keyin Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xo'p, undan tashqari 50 bosh xizmat qana bo'ladi deydiganlar uchun 50 boshlarimiz xudo xolasa billa borib, billa kelishadi aeroportda. Undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Vizalarni ham iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz. Chiqarib beriladi, zo'r. Xo'p, keyin qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonus tariqasida qo'shib beriladi. Qo'shib beramiz. Zamzam suv har bitta odamga 5 litrdan beriladi, xudo xolasa olib kelishlari mumkin. Xo'p, to'lovlar qanday bo'ladi deydiganlar uchun to'lov masalalari. Xo'p, xolasa ofisimizga kelib to'lov qilinsin. Xolasa onlayn joylarni bron qilinsin. Ofisga kelib to'lov qiladiganlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Xo'p, yo menga onlayn joyim bron qilaman deydiganlar uchun bizga aloqaga chiqsin. Shu nomim, o'zimning nomerim, ismim Abdug'ofur, 672 92 22. Shu ekranga yozib qo'ygan nomerim. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. O'zim sizlarga chiroyli qilib tushuntirib beraman. Shu pasportlarni tashlaysizlar. Qandaydir $100, $50 o'sha viza pulini tashlaysizlar zakolat hisobida. Qolganini aeroportga borganda hisob-kitob qilaveramiz. Qolganini aeroportga borgandan keyin hech bir qoladigan bo'lsa ham yani aeroportda bersalaring bo'ladi. Ishonch tomonlama o'zlaringga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, shu tarafdan to'lov qilsalar bo'ladi. Xohlasalar onlayn, xohlasalar offlayn ofisga borib, litsenziyani ko'zim bilan ko'raman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol to'lov qilishlaring mumkin. Pastda nomerlar qoldiryapmiz. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Telegram orqali aloqaga chiqsalaring bo'ladi, WhatsApp orqali aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Musofirlikdan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa sizlarga hamma sharoitlarni zo'r qilib qo'yganmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa birinchilardan bo'lib sizlarga videolarimiz chiqib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.